e'tiboridan chetda qoldirgan insonlarni e'tiboridan chetda qoldirgan bandalariga hech qanaqa sinov bermaydi. Sabab ular dunyoda yashab oladi xolos. Jannatni umidida bo'lgan, Allohning jamolini ko'rishni umidida bo'lgan bandasiga sinov beradi. Dunyo shunaqa, sinovli dunyo. Bizi muammolarimizni yechimi Allohning qo'lida ekan, siz hech qachon g'amgin bo'lmang. Kayfiyatingizni hech qachon dunyo tashvishlari uchun, dunyo matohlari uchun kayfiyatingizni tushirmang. Allohga havola qiling. Hammasi uni qo'lida. Biz shunchaki sababini qilamiz. Alloh xohlasa, siz ilojisi yo'q bu narsani degan narsangizni ilojisini topadigan zot Alloh. Esingizdan chiqarmang.